uyga qaralaring. Bu Dilmurod qassob uyini qatdan topa o'zi. Voy tavba qil o'zi. Hala, bittasi kelibdi. Kelibdi emas. Ki o'zi. Ket o'zi. Yur o'zi. Assalomu alaykum. Qalisiz? Bizgacha anaqa Dilmurod qassob kerak edi. O'g'limizga qizlari anaqa savdo to'yini qilmoqchi edik-da. Lekin to'g'risi bizgacha savdo hech yoqmayapti-da. Voy o'zi qaynanasi bu kishim bo'ladi. Lekin umuman kelinni yoqtirmayapti. Ana bo'laman o'laman, Allah uylanaman deydi. Divatdi. O'shanga sizdan bitta iltimos, anta o'g'lim o'tiryapti-da, mashinada-da. O'shanga borib turib, bo'lmaydi u oila. Dilmurod qassob bir tinga qimmat odam. Qizi Saodat ham juda bir beparasat bir dedi-yu deb aytib boqolmaysizmi? Bosh ayol sarpo buzodan. Dilmurod qassob men bo'laman. Pichog'ini chiqaribdi. Nima qilasiz?